Sulolisi davrida bir ambalni bir qassob ko'chadila haqoratlagan. Qassobning orqa tiriga bo'lg'achqa ambal uniga yenishga jur'at qila olmay, noiloj ochig'ini ichiga yutib ketib qolgan. Uyga qaytib kelgandan keyin ambalning mushaviri "Begam, yoshirin odam avatib qassobni joylab o'tamdi" deb so'ragan. Ambal qo'lni planlatib turib, "Unda qisaqbek oshkora bo'lib ketib, o'zimga osonla bola tepib olaman" degan. Shuning bilan ambalning mushaviri "Undaq bo'lsa, uni mundaq boplayli" debdi va "Begam, odam avatib qassobga 10 sar oltin sovuq qilayli. Oltin sovuq qilganda davrangni cho'ng qilib, qo'lim qo'shnilarga sizning qassobga 10 sar oltin sovuq qilganliklarini, sizning noyat axloq fazilatli kishi ekanliklarini bildirayli" debdi. Buni anglagan ambal shu bo'y chiqibdi. 2 kundan keyin qassobning uyiga o'g'ri kiribdi. Oltin o'g'irlanibdi. Odamni o'ldirilibdi. Ambal mushavirdan o'g'rini tuta oldinglarmi deb so'rabdi. Mushavir "Begam, o'g'rini tutdik, oltinni xazinaga qaytarib oldik" debdi. Ambal shundalar buning bir chalmida 4 paxtak so'qish panti ekanligini bilibdi. Ya'ni birinchidan ambal haqorat uchirganligining uchun apti. Ikkinchidan sovuq qilgan oltinni qaytarib kelib, pul-mol ziyon uchirmabdi. Uchinchidan o'g'rini tutib xizmat natijasi yaratibdi. To'rtinchidan o'zining axloq fazilatli kishi ekanligini namoyon qilibdi. Qo'nlarning o'ynashmang arbob bilan, boplaydi har bob bilan degani shu bo'ls kerak.